Assalomu alaykum. Biz bundan oldingi videomizda B toifadagi prava necha pulga tushishi haqida gaplashgan edik. Bugun esa haydovchilik guvohnomasining toifalarini, uni qanaqa taqsimlanish tartiblarini ko'rib chiqamiz. Toifalar transport vositasining turi, dvigatel ishchi hajmi, tezligi, og'irligi va o'rindiqlar soniga qarab bo'linadi. Keling sizlar bilan qanday transport vositalarini qaysi toifa bilan boshqarish kerakligini ko'rib chiqamiz. Mopedlar va skuterlar, shuningdek, soatiga 25 kilometrdan oshmaydigan mototransport vositalari, ishchi hajmi 25 sm3dan va nominal quvvati 0,25 kilovattdan oshmaydigan mototransport vositalarini boshqarmoqchimisiz, unda A1 toifa olishingiz kerak bo'ladi. Mototsikllar va elektromototsikllarni boshqarmoqchimisiz, unda siz A toifa olishingiz kerak bo'ladi. Bu toifalarni kamida 16 yoshga to'lgandan keyin olishingiz mumkin. Agarda siz ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnagacha bo'lgan yokida haydovchidan tashqari o'rindiqlar soni 8 tagacha bo'lgan avtotransport vositalarini boshqarmoqchimisiz, unda siz B toifani olishingiz kerak bo'ladi. B toifani olish uchun kamida 18 yoshga to'lgan bo'lishingiz kerak. Ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan transport vositalarini boshqarish uchun C toifa kerak bo'ladi. C toifadagi transport vositalariga 750 kggacha tirkama taqishga ruxsat etiladi. Agar siz avtobus va mikroavtobus, shuningdek, o'rindiqlar soni 8 tadan ko'p bo'lgan transport vositasini boshqarmoqchi bo'lsangiz, sizga D toifa kerak bo'ladi. D toifani olish uchun sizdan 3 yil staj talab qilinadi. Shunda D toifaning olishning minimal yoshi 21 yoshni tashkil etadi. Agar siz yengil avtomobilingizga 750 kgdan ortiq bo'lgan tirkama, shuningdek avtomobilning vaznidan og'ir bo'lgan tirkamani taqmoqchi bo'lsangiz, sizga B toifa emas, BY toifani olish talab qilinadi. BY toifani olish uchun siz kamida 19 yoshga to'lgan bo'lishingiz kerak. BY toifa nima uchun kerak? Siz sayohatlarga chiqmoqchi bo'lasizmi, boshqa joyga bormoqchi bo'lasizmi, yuklaringiz og'irlashib ketadi. Shunda yengil avtomobilni orqasiga tirkama taqib, yuklaringizni bemalol tashishingiz mumkin. Siz fura haydamoqchisiz. Hali ham fura haydash uchun C toifani o'zi yetadi deb yuribsizmi? Unda aniq adashasiz. Chunki furalarni haydash uchun sizga CY toifa talab qilinadi. C toifani o'zi bilan siz 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan transportni boshqara olasiz. Shuningdek, 750 kggacha bo'lgan tirkama taqishingiz mumkin. Tirkamangizning vazni 750 kgdan oshdiki, siz C toifaga Y toifani qo'shgan bo'lishingiz kerak. Shuning uchun furalarni CY bilan boshqariladi. Yo'lovchi tashiydigan transport vositalarini boshqarish uchun D toifa talab qilinadi. D toifa bilan siz 750 kggacha bo'lgan tirkamani taqishingiz mumkin. Agarda tirkamangizning vazni 750 kgdan oshadigan bo'lsa, siz D toifaga Y toifani qo'shishingiz kerak, ya'ni DY toifasi bilan boshqarishingiz mumkin. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying va sahifamizga obuna bo'ling. Kommentariyada sizda qanaqa haydovchilik guvohnomasi bor va qanaqa guvohnomada o'qimoqchisiz yozib keting.